Sizlarga ham bir narsa o'rgataman. Hammada mana bu yer bilsana, hammada emas, ayrim insonlar mana bu yer vez olgandan keyin, ya'ni o'zingizning vesinaga qaytasizlar. Mana shu yerda mana ikkinchi jag'iga o'xshab qoladi. Shu narsani qanot ketkazish mumkin, kichraytirish mumkin. Menda ham juda ham bo'lib ketuvdi. Hozir sal qaytib qolgani bu. Xo'p, bo'yninglarni tepaga ko'tarasizlar. Tilinglarni mana tepalarga tegizasizlar. Ko'rasizlar? O'shanda tilni labi bu tomoniga, u tomoniga 15 dan 30 ta. Har kuni 2 mahal ertalab kechqurun shuni qilsani, bu jag'dagi mana bu narsa kichrayar ekan. Massaj qilsani mana shu yerdagi nima kiradi. Massajda ham namlantiruvchi kremni yaxshilab surtib, keyin yuzingizga mana shunaqa qilib massaj qilasiz. Guasha nima deydi-yu, uni guashadan qo'linglar ham bo'ladi. Mana shunaqa qilib massaj qilsanglar ham kiradi. Mana vez olgandan keyin yuz kichrayadi, bir semirsani yuzingdan kattalashadi, vez tashlagandan keyin kichrayadi. O'shani hisobiga mana teri mana bu yerda qaytib ketadi. Buni taranglashtirish kerak, o'shanda massaj qilib turish kerak. Har xil til mashqini ham bajarib tursanglar, yuzingdan ancha foydasi bo'ladi. Ham qon aylanishiga ham juda ham yaxshi. Kimga foydali bo'lsa, xursandman, kuninglar yaxshi o'tsin.